Assalomu alaykum aziz o'rtoqlar, do'stlar, muxlislar, подписчиклар. Mana eldimizdagi bir qavatli hovuzcha sotiladi. Yan boshida pajani xodan bor ekan. Ko'rib tursangiz, buni tashqari zеленый zona. Razmeriga kelsak 7,5, 28,5, 200 kvadrat metr. Adam bir yerda yashamaydi, sal ozgina беспорядкалashtirmasa, oldimizda trotuarlar brushetka bilan urilgan, yarım kapı eshiklar qo'yilgan, elektroshyotchik tashqarida joylashgan. Bismillahirrohmanirrohim. Girerimiz bizda katta bir dalon bo'ladi. Razmeriga kelsak 10,3,5 ming baht. Отопленияsi o'tgan do'stlar, registrlar qo'yilgan. Temiz pol taxta, shpaqlovkadan chiqib turibdi polni. Elektromontaj simlari o'tirilgan. Yani olsa görüp turasınız. Yoshning bir dalonimiz. Giringda chap tomonda bizda zal bo'ladi. Zalni bir qator ko'rsatib o'tamiz. Yani olsa görse pol taxta, отопленияsi o'tgan. Razmeriga kelsak 6,3,5. Menda shumalarki oboy qolib turibdi. Shpaqlovkadan polni chiqib turibdi. Plastik panellar qo'yilgan. Keyingi xonadamiz, o'rtoqlar. Bu bizda spalniy xona do'stlar. Razmeriga kelsak 4,5 ming boya. Boyamiz pajani tomonidan qarab turibdi. Endi olsa. Bo'lsa ko'ribdingizmi, bu yerdan shunday holat, shpaqlovkadan chiqib turibdi, отоплениялар o'tgan. Bu yoki fon 5 kerakdan berdi. Natijani tartib etsangiz ham bo'ladi. Eshiklarimiz taxta eshiklardan qo'llangan bo'lsa ko'rib turibsiz. Registrlar ham paket, ko'lankasi bilan o'tgan. Ishlatilmaydi. Chap tomonda bizda o'rtoqlar yana bitta bir xonamiz. Spalniy xona. Meydan shunday holat. Bu oynamiz do'stlar bog' tomoniga qarab turibdi. Bog'dan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Pristroga ketmasangiz ham bo'ladi do'stlar. Mol, qo'y, tovuq boqsangiz ham bo'ladi. Ishlar bor ekan. Vhod. Chiqish. Endi do'stlar, bu 3-xonamiz. Bu yerda bizda kuxnya zonamiz, ko'rdingizmi? Razvodga gap turibdi, issiq sovuq suv. Отопление котел системасы o'tgan. Ko'rdingizmi? Yonboshimiz bizda bani bo'ladi do'stlar. Banini lekin taxlash kerak. Ozgina ish bor ekan do'stlar. Bu ishimiz do'stlar bog' tomon olib boriladi. Bog'dan hozir ko'rsatib o'tamiz. Demak do'stlar bizda bani, kuxnya, ikkita spalniy, zal и dalon. 200 kvadrat metr. Dokumentlar taq ekan do'stlar. Narxga kelsak 45 ming dollar aytilmoqda. Sal ozgina kelishuv bor. Variantlarda ikkilamchi kredit bo'lishi mumkin do'stlar. Ekranning nomerini yozib qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarasiz. Hozir bir sara bog'ini ko'rsatib o'tamiz. Yonboshini boramiz do'stlar, pajani xotdan. Bog'ini ko'rsatib o'tamiz. Bu yerni bir taxlab eshikdan, cheshkatib bersangiz ham qo'ng'shi bilan kelishib mashinani ko'k qo'yasizlar. Uzun ketgan pajani xot. Orqa ko'chalardan o'tib ketgan. Yani do'stlar, arka tomondan ko'rsanishi. Bu yer bizda banisi bo'ladi do'stlar. Bu yerda qo'shimcha pristroyka etib bersangiz ham bo'ladi. Tovuqxona, molxona qo'yib bersangiz ham bo'ladi. Tandirxona yoki piknik zona yasab bersangiz ham bo'ladi. Bog'i katta. Badrin, pomidor, любой cheksa bo'ladi bu yerda do'stlar. Yana bir marta eslatib o'tamiz. 200 kvadrat metr bir qavatli hovuzcha 45 ming dollar aytilmoqda. Ekrandan nomerlarni yozib qoldiramiz, aloqa chiqarasiz. Keyingi videoda uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Пока.